Bu dunyoda bitta odam bilan chiqishgan edim-a. Afsuski, u ham ketdi. Bu dunyo chindan ham botqoqlikdan iborat. Vay anam vay vay. Xo'sh, 10 daqiqa qoldi. Kim nima yozgan bo'lsa topshirsin. Iltimos, yordam berib yuboring. Nima? 3-savolni tushunmayapman. Men ham o'ylayapman. Unda 2-savolni javobini ayting. Uni ham bilmayman. 1-savolchi? Uni yozdim, to'g'riligiga ishonchim komil emas. Bir ko'r odam yordam so'rayapti, ikkinchi ko'r odam yordam bermoqchi. Yo'q, domla, men faqat maslahat so'rayapman. Qanday maslahat? Yozma ish topshiraymi yoki kasal bo'lib qolaymi? Men ham shuni o'ylayotgandim. Demak, ilmiy hamkorlik ketmoqda. Tibbiy bahs qaysi birimiz uchun 03 tezroq keladi? Bu ketishda men ketsam kerak. 5 daqiqa qoldi, topshiring. Agar rejamiz o'xshasa, imtihonni qayta topshiramizmi? Albatta. Mana xolos, ular ulgurishmaydi. Kim? 03 dagi yelkadosh og'ilarim. Ey do'stim, yuragim g'amga to'lgan. Orzularim yo'lda changga aylangan. Kuch qolmadi, chekinmoqchiman endi. Aytganda ichdasan bu og'riqli kunlarda. Qara osmonga, yulduzlar yonar. Zulmat ichra ham nur yashirmas ular. Tun qancha uzun bo'lmasin do'stim, tong ochish muqarrar. Sen sabr qil doim. Sabr degan so'z og'ir yukdek tuyulur. Kutish azobidan yurak titraydi. Nechun taqdir bunchalik shafqatsiz, nechun har qadamga to'siq qo'yadi? To'siq bu ustoz, sinov bu maktab. Zar ham olovda tovlanib sof bo'lar. Sen ham shu o'tdan o'tib chiqasan, kumush kabi yorqin, temir kabi mustahkam. Ha do'stim, shudir hayotning siri. Yakkalik zaiflik, birlik g'alaba nuri. Assalomu alaykum. Bugun juda xafaman. Va alaykum assalom, nima bo'ldi? Nega xafasan? Sinfdoshim mendan yordam so'radi, lekin men vaqtimni ayadim. Endi qilgan ishimdan afsusdaman. Afsuslanishing yaxshi, chunki xatolarni anglash uni tuzatishning birinchi qadamidir. Inson boshqalarga yaxshilik qilishdan hech qachon zarar ko'rmaydi. Sizning nasihatlaringizni doim yodda tutaman. Nega bunchalik ilm olishga harakat qilyapsan? Pul topish uchunmi? Aksincha, pul yo'qolishi mumkin, ilm esa yo'qolmaydi. Lekin ilm bilan darrov boyib ketmaysan-ku. Daraxt ham ekilgan kuni meva bermaydi, ammo meva beradigan daraxtni sabr bilan kutishadi. Hamma qisqa yo'l qidirayotgan paytda sen nega kitob ko'tarib yuribsan? Chunki qisqa yo'l ko'pincha qisqa natija beradi. Ilm esa uzoq yo'l, lekin uzoq muvaffaqiyat olib keladi. Sevgidan nima topding? Kutish, sog'inish va vaqt yo'qotish. Unda nimani tanlading? O'zimni. Chunki vaqtinchalik hislar emas, ilm, mehnat va maqsad insonni yuksaltiradi. Demak, sevgidan foyda yo'qmi? Foyda bor, agar u seni kuchaytirsa. Lekin seni maqsadingdan chalg'itsa, buning mutlaqo aksi. Sening eng katta yutug'ing o'zingni yo'qotmasligingdir. Vay anam vay vay. Bu belalı baş.